Shu o'tgan videoda nima qiluvdim? Shu ko'payuvdi-da. Nima hozir Assalomu alaykum ko'paymayapti? knyaz, qalaysiz? Yaxshimisiz? Ha? Uydagilar? I- Tushman. Hozir. Assalomu alaykum. Salom, jinoyat qidiruv bo'limidan Sherzod. Xo'p. Nima xizmat? Niyozik siz bo'lasizmi? Biz bilan mahkamaga borishingiz kerak. Aka, men nima ayb qildim? Uni mahkamada gaplashib olamiz. Mayli, borishga-ki boraman, lekin men nima ayb qildim hozir? Niyozik, gapni ko'paytirmang. Yuring, ketdik. I. Qani ketdik tezroq. Hop. Uzr. Bolalarni qo'l oyog'ini kishallab tez mashinaga solinglar. Mana kutyapsizlar, yuqoridan kelgan buyruq bajaringlar. Sizga ham, boshqasiga ham xo'mmi? Bu yuqoridan berilgan buyruq. Buni tepadan kelganlaringizga aytasiz. Men gapingiz o'tmaydi, xo'mmi? Gapni ko'paytirma, o'tdi mashinaga. Jimgina uy o'rtigan fuqaroni indamay qamoqqa tayyorlashga hech qachon haqqingiz yo'q. O'llar asamimiz tutaylar, ushlanglar-da. Qo'lingni tort.